İhtiyalab qo'ygan kiyimda namoz o'qish. Savol. Assalomu alaykum. Bizning bu yerda insonlar pista itlarni agashtirib mangadi. Bu pistalarni haydavatsakmi, ba'zida yo'l bo'yida, bekatlarda mashina saqlash va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lganda kelib ishtanning puchqoqlarini yalab qo'ydi ekan. Mushundaq ahvolda ishtanni 7 qatim yuyib, 8-qatimda so'pillab yuyamdiq yoki odatdagi yuyish bilan poklanamdi. Mushundaq ahvolda ba'zida itni va egisini tillab qo'yman. Bu qilmishim gunohga yotamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Itning sho'lgi yuqqan yoki it yalab qo'ygan kiyim maynat bo'lib ketadigan bo'lg'achqa, ko'pchilik olimlarning nazarida kiyimning maynat bo'lgan yerini 7 qatim yuyish kerak. Shundaqla itning burnidagi suyuqliq yoki suydagi yoki po'qi yo'qib qolgan ahvoldami 7 qatim yuyib tozalash kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam it qachonlardan ichib qo'ysa, uni 7 qatim yuyinglar degan. Ya'ni ba'zi rivoyatlarda dastlabki 1 qatim to'pi bilan, ya'ni ba'zi rivoyatlarda 7-qatim to'pi bilan, ya'ni ba'zi rivoyatlarda 8-qatimda to'pi bilan deb har xil kelgan. 7 qatimning 1 qatimi yoki yana bir qarashda 8-qatimi to'pi bilan yoki to'pining o'rnida turadigan so'pinga o'xshash narsa bilan yuyiladi. Olimlarning yana bir qarashida it sho'lgiyini boshqa najosatlarga o'xshash 3 qatim yuyivasi bo'ladi. İmam Malik, Davud Zahiri qatarlıq bir qism alimlarning nazarida it sho'lgi yo'qib qolsa kiyim maynat bo'lib ketmaydi. Uni maynatligidan emas, yuyib etish ibodat deb qarab yuyib etish mustahab. Albatta, ko'pchilik olimlarning qarashi dalil jihatdan xali kuchlik. Uning ustiga it sho'lgi odatda ustixonlarni yumshatadigan intayin kuchlik moddani o'z ichiga oladi. Shunga maynatligi yoki mikroblik tarafi og'ir bo'lsa kerak. Agar yuyish imkoniyati bo'lmay yoki boshqa pokiz kiyimga almashtirish imkoniyati bo'lmay namoz vaqti chiqib ketadigan bo'lsa, maynat kiyim bilan namoz o'qiyversa bo'ladi. Ba'zi olimlarning qarashida keyin pokiz kiyim topganda namozni qayta o'qib etadi. Ba'zilarning qarashida qayta o'qimasa bo'ladi. Agar tozlayalaydigan yoki boshqa pok kiyimga almashtira oladigan turuqliq ashu maynat kiyim bilan namoz o'qigan bo'lsa, namozi batil bo'lib, pok kiyim bilan cho'qim qayta o'qishi lozim. Namoz o'qiyotgan odamning putini it yalab qo'ysa, ko'pchilik olimlarning nazarida namozi bekor bo'lib ketadi. Bundaq ahvolda namozni to'xtatib, pokizlab etib, andan qayta boshlash lozim. Agar burnini yoki badanini takkizmay, yiroqdan purab qo'ysa yoki badani takkan taqdirdami quruq bo'lg'achqa namlik yo'qmagan bo'lsa, kiyim yoki badanga sho'lgiyi yoki manqisi yo'qmagandan keyin kiyimni yuyish kerak bo'lmaydi. Tanlığınız günahga yatmasimi, musulmonlarning adab axloqda boshqalarga yaxshi ta'sir qoldirishi jihatdan yaxshi bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 34-numurliq fatvo.